Edni umidlarini oqlashim kerak. Xudoyim, iltimos uni pokla. Nima? Uni yarmini tozalash mani chegaram edi. Lekin u buni juda osonlik bilan qildi. Vaqt tugadi, to'xtinglar. Bu bilan bahslashish iloji yo'q. Ko'rib turganingizdek, tanlov imtihonining g'olibi Malika Karolina Ruby de Martinez. Ajoyib Lina. Malika Karolina, g'alabangiz bilan tabriklaymiz. Muqaddas sinovlardan o'tishingizni chin dildan ibodat qilaman. Va millatimizning faxri sifatida avliyomiz bo'ling. Kattakon rahmat. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Bu nima bema'nilik? Men obro'li nasldan chiqqan zodagon ekanligimni bilmaysanmi? Men boshqalardan farq qilaman. Men o'zgachaman. Oddiy sharoitlarda men bunaqa maqtovlarga sazovor bo'lishim kerak edi. Uni ilohiyligiga qaramay, bu qiz mendan yaxshiroq bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Yo'q. Mutlaqo bo'lishi mumkin emas. Monika xonim, siz nima dasiz? Qanday iflos hiyla ishlatganingni bilmayman, lekin meni yenga olmaysan. Men hammadan eng kuchlisiman. Imperiyadagi eng buyuk muqaddas sehrgar ustasiman. Qimirlama. Ed, Lina, yaxshimisan? yaxshiman, Ed. Shunchaki boshim aylanyapti. Iltimos, bunchalik xavotir olma. Men shunchaki juda charchagan bo'lsam kerak, shunga boshim aylandi.